Qani, marhamat. Marhamat. Yaxshimsizlar, mayirlar, sizlarni qarshi olamiz. Qandaqaroq turdinglar ekan, uchinglar? Yaxshimi? Yaxshi, Jiddiylashyapsizlar? Yo'q. Voy, faqat jiddiylashmanglar. Bu yerda Javdat bor emasmi? Men Endi sizlarni ichib yetadi. Ha. Bo'ldi, mayirlarimiz oldi bilan o'zinglarni bir tanishtirib o'tgan bo'lsanglar. Salom, hurmatli ustozlar, ko'rarman do'stlar, shafqat xayrlik bo'lsin. Men Qashqardan kelgan Mayir Muhammad Damzulman. Hammanglarga o'qib salom. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz, xush keldingiz. Salom ustozlar, televizor oldidagi ko'rarman do'stlar, korxonchilar. Men Qashqardan Mehmet Tursun Niyaz. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Salam ustozlar, salam iqroatli ko'rmanlar, salam korxonchi ustozlar. Aqsu Ushturpandan, Mehmet Abduqodirdan hammanglarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Qarshi olamiz. Javdat, bilamsiz, bizning shu mayirlarimizning mushundaq tortinchoqligidachi bir hikmat bor. Chunki bular oqisabla turdi emasmi? Gerçi biz odatda bularning tamoqlarini shundaq maqtab yeganimiz bilan odatda bularni uchirta olmaymiz, shundaq bu. Agar mushundaq bir fursat bo'lmagan bo'lsa, mushundaq bir oshpaz ustam talant saknisi bo'lmagan bo'lsa, balkim biz mushundaq dangliq bizning yaxshi bo'lgan oshpazlarimizni, ustamlarimizni ko'rmagan bo'ladi. Oshxonaga kirib tomoq yeymiz, kimligini uqmaymiz-ku. Shu. Palonchi naqsh etib to'pishdanchi etot o'ynabdi desak, ko'rimiz, ularni bilimizda. Shunga bu pardaqistik qahramonlar bo'ladi. Yana bir ishni his qildingizmi? Nima ishni? Siz topa olsangiz bo'ldimi shu? Katta taomdan o'zim bir mehmon qilaman zaten. Itob tepishmoq bu, ya'ni bu. Yo'q, meshadik bo'layotgan ish. 3 yil mayirnasiz Mehmetga deyman. To'g'ri. Oy, Mehmet usta. Mehmet usta. Mehmet ustaman. Endi qiynalmaydigan bo'ldingiz. Mehmet desangiz biroqlar. Lekin endi sal turib nomerni e'lon qilgan vaqtda cho'ng Mehmet ustam, o'tir Mehmet ustam, kichik Mehmet ustam deb e'lon qilamdik. Bularni tizib chiqqan odamni yomonroq gazadi rasil. Olminalik bunda qarab baqqaldek tizib chiqib Mehmet, cho'ng Mehmet, kichik Mehmet, bunda Mehmet olapti deb yerda. Ona xos oldi bilan shu cho'ng Mehmet ustam bilan bir tanishib o'taylik. Mehmet ustam, siz qanday qilib mushkasini tanlab qolgan? Ham buni deb kelsa kelib chiq. Oshpazlik qiziqma. Ham qo'sqim amroq. Shunga shu kesibni tanlagan. Sizlar qo'saqqa amroq bo'lsa, to'g'risiga yo'g'inadi deysiz. Ustiga qarab yo'g'inab ketibsiz-da. Odamning bo'yiga tortadigan tomoqlarni gapiradi. Bo'ladi, hozir o'zingizning kasbini qilayotgan qanchalik vaqt bo'ldi? 98 nechigan dedim. 98-yildan boshlab o'rgangan, shundaqmi? Voy, unda bo'lsa 20 yildami eshib qopdi. Shundaq. Ha. Unda o'tiranchi Mehmet. Siz mana shu oshpazlik kasbiga qanday qiziqib qolgan? Men bu oshpazlik kasbi qiziqishda bir akam bo'lgan, bultur tugab ketdi. Shu men shoferlik kasbini tanlayman desam, "Yo'q, sen oshpazlik kasbini tanlaysan, shu yaxshi kelsa" deb meni shu Qashqarjigan o'qitib, shuni bilan oshpaz bo'lib qoldim. Ondan so'ng akangiz nima kasb bilan shug'ullangan? Akam O'zimi oshpaz bo'lganmi yo? Akam dellegim ishlaydi. Lekin o'zi mush kasbga qiziqdi ekan, shundaqmi? Qiziqadigan bo'lg'achqa cho'qim inim bir usta oshpaz bo'lib chiqqan bo'lsa deydigan shu arzu umidlari bo'lar ekan. Akam yengam boshlab, shu o'rganam deb shuni xonalarni bir kirishib ketib o'rgangan. Hozirgacha izchil tirishib qilyapman-da. Hozir qayerda ishlayapsiz? Qashqarda. Bo'ldi, ustam, sizni mi qarshi olamiz? Eng kichik Mehmet. Siz qanday qiziqib qolgan? Men maktab o'qib yaxshi o'qigan, lekin ota-onam misol yashinib qolganlikdan dadam harbiy mening. Harbiylik qiziqatdim dastlabda. Men yashinib qoldik, bizdan oramizda xabar deb turgan dedim, ma'qul deb shunga o'zimcha oshpazlik kasbini tanladim. Ham bir ustam bilan o'zimning ochisining yo'ldoshi oshpazdi. Shu yerga berib, ayna qilish jarayonida texnik kirish ketdim. Bundan keyin mushu ishlaringizga yana utuq tilaymiz. Programmamızda neticeге erişken mahirlarını Şinjan Aşpaz Ustam Yemek İçmek Başkuru Çeklik Şirketi kattı mukapatlar bilen mukapatlaydı. Birinci derecelik mukafat 100 milyon nakbol. İkinci derecelik mukafat 50 milyon nakbol. Üçüncü derecelik mukafat 30 milyon nakbol. Buldu yuqorqi 3 Mehmet bilan qisqin tanishib o'tdik. Endi bağlığışlarımızdan biri bo'lgan Luqman ustozni mushu musob qoidasini tushuntirib berishga taklif qilamiz. Mehmet. Unda bo'lgan bo'lsa, mayirlarimiz Meşgulot meydanına berişten burun yüzününki yetekçi hem nazaretçi ustazların talep çıkdı. Bunu kandak talay dige vaxtıda her bir mayır çek tartış arkalık yüzününki
nazoratchi ustozlarni vujudga keltirdi. Tayyorliqlar bitdimi? Tayyorliqlar bitdimi? Bo'ldi, undan bo'lsa sahnamizga Nazifa ko'z keltirilsin. Marhamat. Ha, qani mayırlar, ta'linglarni sinab ko'ringlar. Kimning ismi chiqsa shu isminglarni yo'tkib oldigan bo'ldinglar, ichinglar bo'lmasa almashtirib qo'ydik emas-ku. Qani Cho'ng Mehmet ustamninki nazoratchi ustozi İbrahimjon ustama. O'tiranchi Mehmet ustamning-chi? Osmonjon ustam. Sizning-chi? Musaja ustam. Musaja ustamki. Bo'ldi do'stlarga omad qutuq yor olsun. Tayyorliqlar bitgan bo'lsa, oshxonamiz sizlar uchun. O'nga burlinglar Mehmetlarim, mangaylig'ida bo'lsa. Katta. Yaxshi bizlar, karxonchi ustozlar, ko'rurmanlar, baholug'uchilar haqqasinglarning oltindan omon bo'lsin. O'zim Oqsuv Ishturpadan kelgan Mehmet Abduqodir bo'laman. O'zimning oshpazlik jihatdagi talantini namoyon qildirish uchun mush talant sahnasiga keldim. Qag'irdim shahrida ko'rishaylik. Oshpaz ustam talant sahnasi programmasi yemak-ichmak musobaqa shaklini olgan programma bo'lib, Şinjandagi tunji qitimliq oshpazlik turidagi universal san'at programmasi hisoblanadi. Programmamiz Jonghua yemak-ichmak madaniyatini avj oldirib, Şinjangning nozin ne'matlarini tonishtirishni bosh tema qilgan. Har millat yemak-ichmak ustalari va yemak-ichmak havaskorlariga o'zaro fikr almashtirib, o'zgacha esil ta'mdan tang bahramon bo'lish sahnasi hozirlab berishni maqsad qilgan aktiv energiyalik programma. Şinjang ichidagi qadimiy taomlarni qezib chiqish, yurtimizning yemak-ichmak madaniyatiga to'hfa qo'shish asosida alohida ta'sis qilingan oshpaz ustam talant sahnasiga mohir tizimlash boshlandi. Ekran orqali urug' tuqqan do'st birodar, shundaqla tomoshabinlarga mahoratingizni namoyon qiling. Her birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Mana ko'rman do'stlar, bizning Mehmetjon Abduqodir mayirimizning bizga tayyorlagan polosi tayyor bo'libdi. Bu pologa qanday ism qo'ydingiz? Bu tavuz temlik polo hamda tavuz polo deb ism qo'ydim. Tavuz polo deb. Etilishida tavuz aralashtirdinglarmi yo cho'rsiga tizg'ashqa shunday bir? Ya buning ichidan tavuz tam bilan etdim buni. Tavuz tam bilanmi? Voy, tavuz tam bilan etdim deydi. Meva tamlik polo ekanda bu. Mana shuni bilang Nadira, ha? Shundayman, bu poloni atkicha balkim xil vaqt ketdi, lekin shu bezakchilikni qilish uchun yaxshidan xil vaqt ishlatdingiz-ku deyman. Shunday bo'ldi. Endi bu poloni tavuz tamli qilib etibdi. Poloni hamda biz bundaqla qarabli polo deb his qilamiz-ku. Qolganini mana shu ustozlar bir yeb, shu tavuz tammi yo polo tammi. Bu poloju meningcha bek yaxshi etilibdi. Ma tavuz aralashtirilgan polo kishiga issiq kelmaydi. Shundaqo? Bo'ldi. Bo'ldi, unda bo'lsam shu baholg'ishlarimizning ichidagi qaynayotgan haroratni bir paslatib qo'yandik poloyiga. Ashta qilaylik. Oldi bilan bizningki hurmatli Yunus ustam shu pologa bir ig'iz tegib baqqan bo'lsa.
nima mayda etdingiz? Şah tağım maylar deb. Voy, shoxta maylarda. Turg'un kulvatamda edi o'tirib. Va budaqa musobaqada ninjilikka erishib qolsangiz, mana qo'shnilardan kasmi cho'plarda bir tomoq yetasiz, ha? Bo'ldi, rahmat. Qo'llarni olamiz deyman. Maşah taamning maylarninki direktori o'zi bir yeb baqsin, ha, mana. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Ha, Cevdet. Agar sizga mushunaq bir yangi chiqarib polo etib yiqing, o'zingiz birini ijod qiling desiz, haqiqatan atgancha aytamdek polo etsiz deyman. Atgancha aytamdek etadi. Men bir yerim musharini qolmashtiraman, cho'nglarning quloqchilarini ichiga salam debkin deb asir. Ash poloni atganchaning ichiga chilabli qo'yasizmi deyman. Cho'plarga qaymoqlarni chechib, ha? Ha, haqiqatan men bo'libmi bek go'zal chiqibdi. Shundaq. Siz qana qilib mushu tavuzdan polo etishni o'ylab qoldingiz? Bu masalan buningda jiqadam sho'rpining suyini chiqarib berdi. Ba'zi o'xshamagan savizning shu o'xshamaydi emasmi tavuzlarniki ta'mi. O'zimchalik tavuz siz degandek abay tavuz so'g'uq bo'lgandan keyin men issiq bo'lib ishtik issiq keldi. Chop atingiz nashtirg'imi tavuz yaxshi bo'lmaydi. Aralashib kelgan vaqtda odamning ko'ngliga tegmaydi, issiq kelmaydi. Shundaq tavuz so'qug'ashqa, ma tomoq bilan aralashib kishining ishtahini ochidi. Mo'tidil bo'ldi. Kelmaydi, mo'tidil bo'ldi shundaq-ku. O'yingiz shundan yaxshi bo'ldi. Endi sizning mushu o'yingizni mushu kashf qilgan tavuz poldoringiz bizniki mushu bağlışlarımızdaki mayılıqqa erişəlamdı yo'q javobini sal turib bilamiz. Ana sal aram etib olsangiz, biz yana bir Mehmetni sahnimizga taklif qilamiz. Qani marhamat. Sizlar ikra adadga ko'rilmanlar, ustozlar, korxonchilar, hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Men Qashqardan Mehmet Niyaz Mayir. Men Shinjang oshpazlik talant san'atiga o'zimniki oshpazlik yo'lini joriy qildirgan keldim. Seni ko'rishaylar. Oshpaz ustam talant sahnasi programmasi yemak-ichmak musobaqa shaklini olgan programma bo'lib, Shinjongdagi tunji qitimliq oshpazlik turidagi universal san'at programmasi hisoblanadi. Programmamiz Jonghua yemak-ichmak madaniyatini avj oldirib, Shinjongning nozim ne'matlarini tonishtirishni bosh tema qilgan. Har millat yemak-ichmak ustalari va yemak-ichmak havaskorlariga o'zaro fikr almashtirib, o'zgacha esil ta'mdan tang bahramand bo'lish sahnasi hozirlab berishni maqsad qilgan aktiv energiyalik programma. Shinjong ichidagi qadimiy taomlarni qezib chiqish, yurtimizning yemak-ichmak madaniyatiga to'hfa qo'shish asosida alohida ta'sis qilingan oshpaz ustam talant sahnasiga mohir tizimlash boshlandi. Ekran orqali urug' tuqqan do'st birodar, shundaqla tomoshabinlarga mahoratingizni namoyon qiling. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Көрмен достlar, Mehmet Tursun ustamning bizga tayyorlagan qo'rimizmi tayyor bo'pti. Unda hozir bu qo'rmiga nima deb ism qo'ydingiz? Bu tomoqni kavochi ta'mli yeshil cho'p deb ataymiz. Qarsam bu cho'pmi yoki sayko'ktatmi ustidagi? Ustidagi say. Rangi o'xshashlik turdi deyman, yeshil cho'p o'xshamamdi. Cho'qsa tegiksa yeshil cho'p. Ha, yeshil cho'p aqchan shu sayning suyu bilan jug'agan xamirni qilgan cho'p. Palakning suyini jug'agan. Ma unda olsa o'zingiz yaydingizmi xamirni? O'zim yeyib, o'zim. Oshpaz bo'lgandan keyin o'z yeyib, o'z qilmamdi. Endi men demoqchiligim men oldirash yo'q qolgan vaqtida mana shu qo'shnilarning kasmi cho'plarini ishlasa bo'larmikin deyman. Umi bir yaxshi amallar. Amalga.
Buldu onda olsa tamığınızın təmi qandaq boldu ki, aldı bilən bizimki şu hürmetlik ozuqşunas Yunus ustam bir tetib baxsın mı? Oldu. Qani mərhəmət. Ama çok kökken bu. Әмді ес қылдыңыз mı? Tek lazım iken de bebeğimler. Yak bek isil çıkarıp siz tamakını. Kemirinin kökünü bugün görüşüm. Açık nerede? Mehmet Dursun ustam. Bayan siz müş tamakni kebap için temlik çöp dediniz ha? Yeşil çöp. Yeşil çöp. Ondan sonra bu çöp çok adamların kılını koruyduğun bir xil halatki çöp bu deymen ha? Şu aletlikte Hazır müşaheden ötken vaxtınlarda özün kettin, yedin ketmedi dep turuplu kaldın. İşte bir xil pıraqlıq çıktı mı? Bek oxşaganda qılıdı. Adet kızlarmışınak mala neslen yaxşı gördü o. mana çıkıyor desem evvelkiler teti yemek abzıda başlar çıkalım. Yaxşı oxşagan çıray. Hoşlanma çöpü. Fıratlı mı çok kadar? Bu çöpni tazımı cık etipsiz. Qaraganda eli sahnadan tushgan chaqda shu rejissorlarimiz bilan o'tirib bir bizmi eg'iz tegib baqsaq Biz bir bo'ladi eg'iz ekan. tegsak bo'ldi. Bek yenilikka ma xemirni bunda palakning suyida jug'adim dedi-chu. Shunda bir quvvatli bo'ldi. Unda bo'lsa, uning buning suyida bir xemir jug'urib baqsaq bo'ldi. Bo'ldi, rahmat Mehmet Dursun ustam. Unda bo'lsa biz bugungi 3-mayirimizni sahnamizga taklif qilamiz. Qani marhamat. Siz pastda aram etsangiz bo'ldi. Salam Ikran aldığıga görürmenler, bağlı ustazlar. Ben Qashqardan kelgan Muhammad Damzin otliq salam. Sahnada görüşeyli. Oshpaz ustam talant sahnesi programmasi yemek-içmek musobaqa shaklini olgan programma bo'lib, Şinjandagi tunji qitimliq oshpazlik turidagi universal san'at programmasi hisoblanadi. Programmamiz Jonghua yemek-içmek madaniyatini avj oldirib, Şinjanning nozim ne'matlarini tonishtirishni bosh tema qilgan. Har millat yemek-içmek ustalari va yemek-içmek havaskorlariga o'zaro fikr almashtirib, o'zgacha esil ta'mdan tang bahramon bo'lish sahnasi hozirlab berishni maqsad qilgan aktiv energiyalik programma. Şinjan ishidagi qadimiy taomlarni qezib chiqish, yurtimizning yemek-içmek madaniyatiga tuhfa qo'shish asosida alohida ta'sis qilingan oshpaz ustam talant sahnasiga mohir tizimlash boshlandi. Ekran orqali urug' tuqqan do'st birodar, shundaqla tomoshabinlarga mahoratingizni namoyon qiling. Bugün bizning 3-numaralı mayirimiz Mehmetcan Hamzi ustamninki bizga tayyorlagan taomi tayyor bo'ldi. Undan xo's oldi bilan mushu taomga biz hurmatli Yunus ustamni tetib chiqib taklif qilamiz. Ha, bo'ldi. Tamoqning ismi nima bo'lib ketdi ustam? Yang qildigan. Ismanimi? Jima süpi yang yokanda. Men turmanlarni yangaqda yo uningda buningda qilganini ko'rib yiqibdiman. Börekda qilgan turmanni tunji qatim anglashim. Tizlishi yaxshi chiqibdi. Shu ta'mi qandaq ekan uqmidiqda. Ta'mini men hozir yeb deb birman sizga. Uyg mimar vaqtlarda Nadira. Jo'ziga tizdiganga bek chiroyli sifatli chiqdi ekan. Shundaq-a? Biz
Bizg'i bu sakni turib nurg'un isil tamoqlarni ko'zdan kechirib bo'ldik. Ham ig'iz tegib baqdik. Shu hozir ko'zimiz xili mundaq bir to'qib qoldi ya. Ershad efendi gap deb turmas hozir bizga. Bağlıqçılarımızın çıray ifadesiga qarab baqdingizmi? Tamaq Sepsip baqdingizmi? Beshimni ko'taramadim. ha? Yemishga xijilibmi yoki oduqmi? Oduqmang. Oduqsangiz tamog'ingiz yaxshimay qoladi. Men bir tal yap baqay. Aranlı tursiz ha? O'xshabdimi? Voy bek o'xshab. Endi qaddingizni tik tutsangiz bo'ldi. Uni da unda bo'lsa buning baho berdikin sal turib bilamiz. Unda bo'lsa bizning yana qolgan 2 mayrimizning saknimizga taklif qilamiz. Marhamat. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Bulda endi bugungi o'zinglarning ifodasiga mamnun bo'latamsizlar. Bo'latmiz. Bulda sizlarga g'ayrat, shijoat yorulsin. Unda bo'lsa biz bağlıqçılarımızdaki bir taklif fikrlarini anglab baqaylik. Oldi bilan biz takliflik mehmonimiz 国家2级厨师高级考评员新疆烹饪大师俱乐部会长王君林老师为我们3位选手进行点评。我们先说一下1号这个西瓜抓饭啊，这个菜做得很好，不管从营养搭配上啊，唯一不足的地方就是这个米饭的米啊，米不太好啊，其他从你的想法呀，方方面面都挺好，火候掌握的也挺好啊。我下面说一下2号这个菜啊，从营养搭配来说，非常棒，就是菜吧，如果用小的盛器来装，因为前期可能做的放的时间有点长了，面这个东西放时间长，从口感上，不管是从口感上还是味道上，它一凉以后肯定就不一样了啊，这就会拉你的分数啊。我再说一下这个3号的芝麻脆皮羊腰啊，这个羊腰呢，羊腰我的建议啊，按照我的理解来说，羊腰它应该是因为它的膻味啊方方面面它味道比较重，本身原材料的味道比较重，应该我建议你做的时候，原料下味的时候，一定要口味要重一点。这个味道太清淡以后，它压不了原料本身的那种羊腰嘛，它肯定有它的特殊的味道啊。再一个就是炸制的时候，这个火候啊，火候还不够啊，就这么多吧啊。好，谢谢王老师的点评。Endi biz bağlıqçılarımızın biri olan Bahargül Hanım'ni söz qilib berishga taklif qilamiz. Birinci numurluq ustamның açqan polosi təmi şundaq yaxşı olubdu. Şu ozuqluq cəhətdimi masajtırıb özüge xas bir demiz ba. Amma bir qarğan çağda anыңılıqı bizeş bek köpeyip ketken. Polo bek gevrilənmegen. Manınğa diqqət qıvasa. Andın şu bizeş jarayanda çoqum rəngni. Polonun rəngi aq bolğanken, onunğa kökarak, qızlarak degендek aşındaq kök tatlar bağı şu arqılıq masaj tursaq texmi yaxşı oladı. Məsələn, polo ısıq, mixutav, soğaq, işkisini masaj tursaq mı bulayver o da tavuz qızıl degендek rəngi çıraylık çıxıdı. İkinci numurluq mayırımızın açqını ma o bu sevilen adı onu rengini ondan qıptı. Bunun mu şu rengini maslaştırışatı alay dikkat qıvasa. Çöpnün özü kökrəng, töpüge qorğan seymi yana kökrəng. Çoxum çöp, töpüdeki sey köktat kök olsa, çoxum çöpni biz sevzin suyu bilen jığılsaqım serıq buludu, yani başqa qızıl qığılım buldu. A kök olğankin töpüdeki seyinin rengiga bek dikkat qılaylı. Masalda ani. Təmi yaxşı olubdu. Ama 3-cü mayırımız şu böreknin açqını börek türməlkən, böreknin adəti bilimiz səl purğu var börek. Şunun üçün bəzi durdumanlar arqılıq anığa börektiki pıraqını azaraq bir besip geçsə. Onun mu yana rəngini maslaşdırsa yana azaraq məsələ var. Həmməsini kök olub getdi qalısam, azaraq bunda be. Şunun diqqət qıvasa, umum cəhətdən yaxşı. Müş cəhətdən bir izinib baxsanlar. Rahmat. Rahmat.
Unda olsa hürmetlik Yunus Malım'nınki bağısını anlap etken bolsa. Birinci numurluk Tavus Polosu'nun bu xil polonun taksiga usulda ham yemeklikler bilen pişik yemekliklerinin çigrasına erişka her halda tirişçilik gösterken bizekler ölmeyvilerden terkip tapkan her halda yaxşı bir taraf kılıngan. 2 numurluk kebabıçın temlik yeşil çöp insanların bazı ozuqluq maddelerni bevosita iste'mol qilishdan vositalik iste'mol qilish orqali ehtiyojli yemekliklarni ilmiy usul bilan tanchab tayyorlagan. 3 numurliq Mahir bu xil taomdagi yemekliklarni ilmiy usulda birlashtirilgan ekan, ammo börekning g'ayriporig'i yo'qotilmagan. Ben bir zamanlar hesap koyduğum börekten koruma tam tayarlığında börekten otursun yarga vaktimizde içinde bir ak şilimlik perde çıktı. Biz acı şilimlik perdeni suyduklikte batayımız, ne olsa göğerde batayımız. Ne olsa bir yerini elip etkende hiç kanlı hayırdan kalmaydı. Mocaya gidip kat koysanlar buldu. Her birimizin tam tuygusida bir yenilik var. Yuqarıda üç mayerimizin hünürünü bir közün keçirip ettik. Endi bulağa bizim bağlıqçı ustazlarımız qandaraq numur qo'ydikin birlik ko'rib baqayli. Aldı bilan bizning bugungi birinchi numurluq mayerimiz Mehmetcan Abduqadir ustamninki numuri. Mehmetcan Abduqadirning erishgan numuri bo'lsa 9 numur, 10 numur, 9 numur, 9 numur, 9 numur, 8 numur. Muborak olsun. Muborak olsun Mehmetcan ustam. Endi bizning Mehmet Tursun Niyaz ustamning erishgan numuri qarab baqayli. 9 numur, 7 numur, 8 numur, 8 numur, 8 numur, 9 numur. Muborak olsun. Muborak olsun Mehmetcan ustam. Endi biz bugungi 3-numurluq mayerimiz Mehmet Hamza ustamning numuri qarab baqayli. 10 numur, 9 numur, 8 numur, 8 numur, 8 numur, 10 numur. Muborak olsun. Muborak olsun mayerlar. Unda bo'lsa bizning sevimli mayerlar bugungi program qatnashib Paqjan sizlarmi jiq bilimlarga, jiq savodlarga ega bo'lib oldinglar deb qarayman. Hozir hamda programmamizningki eng halqiliq bosqichiga yetib keldi. Ya'ni mushu sizlarning eng oxirgi nomeringlarni e'lon qilgan bosqichga yetib keldik. Bugungi natijaning texmi adil bo'lishi uchun Şinjan Fatihan advokatlik o'rindan advokat Eminjon apandim natijani e'lon qildi. Tövende bu ustozlarninki mayırlarga bergan numurlarni yig'indisini qo'shib chiqdik. Mush asosda ularniki darajasini e'lon qilib o'tsam, birinchisi Mehmet Tursun Niyaz 64 yig'indi numur bilan 3-darajaga erishdi. Muborak olsun. Muborak olsun. Mahir Mehmet Hamza 68 umum numur bilan 2-darajaga erishdi. Muborak olsun. Muborak olsun. Mehmetcan Abduqadir 71 umum natija bilan 1-darajaga erishdi. Muborak olsun. Muborak olsun. Mayırlarımız ha. Bulda biz bununla Şinjan Aşpaz Ustam Yemek-içmek Başqurish Çekilish şirketining shirkat vakili Ershad apandimni mukofot buyum tarqitib berishga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Marhamat Ershad apandim. Bulda bizning 3 nafar talant egalariga yana bir qatim muborak bo'lsin. Sizlarni tabriklaymiz. Sizlarni tabriklaymiz. Mayırlarninki qanday yurak so'zlari borki, bir anglab o'tgan bo'lsak. Yurtimdagi butkul meni qo'llab kelayotgan cho'ramdagi do'stlaringizga rahmat. Do'stlarimga rahmat. Rahmat, sizga rahmat. Tomog'ingiz o'xshabdi. Mehmetcan Abduqadir. Shu har qaysi mush saniga bizni yetaklab chiqib, ham jafo tortgan mush korxonchi ustamlarninki bizni shunchalik bir so'rin arzlab bergandan ko'pdan ko'p minnatdorligimni bildiraman, har qaysilarga rahmatimni bildiraman.
har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Biz Ürümçi Hayat Soğuk Çekiş Şirketi'nin şirket vekili Torguncan efendimni özünün yürek sözünü qilib berishga taklif qilamiz. Merhamet. Merhamet. Assalomu alaykum, hoş geldinglar. Sizlarning olib chiqqan tamoqlaringiz haqiqatan birisi-birisidan esil. Men o'ylab qoldim, shu xonim qizlarga ayollarga qaraganda erlar tamoqqa bekarak usti kelamdi qanda. Shunday bo'ldi ekan-a. Sizlarning tamoqlaringizdan shunday xush bo'ldim. Yaxshi bo'lgan esil tamoqlarni ichibsizlar. Sizlarga bo'lgan bizning shirkatdan azar ko'nglimiz va qabul qilinglar. Yangidan baza salgan, huzur seriqmaylik etgancha ye, huzur to'g'isi etgancha ye, shundaqla huzur o'chisi etganchalardan bir yursa o'qilay. Rahmat. Rahmat. Şinjan Qo'shnilar yemaklik taraqqiyot shirkatining lideri Yasinjon apandimniki so'zni anglag'imiz. Mayırlar, hoş geldinizler. Sizlerning bugungi bu programmamızga qilib chiqqan tamoqlaringlardan aytib suyundim. Meli bu tamoqlarning sufti bo'lsin, ta'm bo'lsin, biringlarninkidan biringlarning nayt o'zgacha yaxshi chiqibdi. Hamda buningga nisbatan ustozlarning nayt yaxshi taklif fikrlarni berdi. Sizlarninki şu ustozlarning bergan taklif fikrlarini qabul qilib turib, buningdan keyin texnik tirishib, kasbinglarda yuqori pallaga chiqishinglarga tilakdoshman. Men Shinjan Qo'shnilar yemaklik taraqqiyot shirkati Qarqashda ishlab chiqargan lag'man, so'man, qo'rdoq, suyg'osh qatorliq tamoqlarni voyaga yetkazib etishda sizlarga har vaqt hamroh bo'lgan Qo'shgul markasidagi yurishlik cho'plardan har biringlarga bir yurishni hadiya qilay. Uningdan boshqa to'qimachilik zavodimizda ishlab chiqargan arancha, ayolcha, ballalaringlarga balacha paypoqlardan her bir turdan her biringlarga bir ko'ribkani hadiya qilay. Rahmat sizlarga. Rahmat. Buldu. Biz hamda Şinjan Bodun Soğuk Çekiş Şirketi'nin kanuni vekili Recep İmin Akın'ı söz qilib berish taklif qilamiz. Merhamet. Şah taam, aşpaz ustam, talant sahnesiga qatnashgan mahirlarning aşpazlik jihatidagi talantni ko'rgandan keyin men nayt o'zimni xo'shallik, hayajani ilki to'lganligimni his qilyapman. Chunki bularning aytgan tamoqlari birinchidan davr sharoitiga mos, iste'mol saviyasiga uyg'un. Kishilarning hozir iste'mol saviyasi usti xalq jamiyatga yetdik. Sayatchilar sayat orqali jamiyat taraqqiy qildirish o'tirib qo'yilyapti. Shu ustamlarning aytgan tamoqlari sayatchilarni jalb qiladigan ruhga, san'atga ega. Shunga men bulardan minnatdor. Hamda atrofimdagi yo'ldoshlar moddiy, ma'naviy jihatdan bularni oziqlantirish, moddiy mukofotlarni e'lon qilyapti. Mamma bir korxonchi amman Şinjan'da güzellik jihatda eng oldi sayat nuqtasi bo'lalaydigan bir oshxonani ichish oldi turyapman. Mush oshxonamda ishlashni xohlasanglar, birinchidan qo'ynimizga kam yo'q. Ikkinchidan qandoq vaqtda oshxonamga kelib qolsanglar, sizlarni qadrlab, hurmatlab dasturxon solaman. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Eminjon advokat efendimni ishga so'z qilib berishga taklif qilgan bo'lsak. Qani marhamat. Ko'pchilikka rahmat. Bugungi mo'sh faoliyatga birlashtirib bir necha qonuniy nuqtalarni deb o'tib ketsam, birinchidan shu mayirlarniki mush sahnaga chiqishi, mush sahnaga o'ziniki yuqori mahoratini, talantini joriy qildirib, bizningki an'anaviy taomlarimizni o'tirg'i chiqarishda qanday bir qonuniy arx ko'rinish, qonuniy munosabat bor degan chog'da bu mayirlar hamda ma'lum bir yemak-ichmak shirkatida yoki oshxonada ishlash mumkin. Bu yerda emgak munosabati bor deb oldin faraz qilib olsak, davlatimiz emgak to'xtam qonunida shu emgakchilarningki tarbiyalanish huquqi bor deb belgilangan. Bayonmi deb o'tdim, shu yetakchi ustozlar deb. Shu odam ishlatuvchi o'rinlar yoki bo'lmasa korxonalar shu emgakchilarning jumladan shu mayirlarningki o'z petilishi, shu oshpazlik texnikasiningki yuqori ko'tarilish uchun tarbiyalashga ivatish, sharoit yaratib berish bu odam ishlatuvchi o'rinlarningki qonuniy majburiyati. Endi shu moddaningki ikkinchi tarmoqida yana qanday belgilanib degan chog'da shu emgakchilarning yana shundoq o'ziningki tarbiyalanish, iqtidorini o'stirishga qarata shuni talab qilish, odam ishlatuvchi o'rindan shuni talab qilish
huquqi bor. Bu nima demoqchi degan chog'da odam ishlatuvchi o'rinninki bu bir majburiyati, emgakchining bo'lsa bu bir huquqi. Ikkinchi birisi mushu bayam bu bizning ustozimiz Yunus ustoz mushu oziqshunos bir gapni deb o'tib ketdi. Ko'pchilik diqqat qildingizmi? Mushu yemaklikdan zaharlanish kelib chiqishi mumkin. Pishq yemeklik bilan xam yemeklikni bir yer qo'yganda dedi. Buningda qanday qonun munosabat saqlangan desa, mushu davlatimiz emgak qonunida odam ishlatuvchi o'rinlar mushu emgakchilarningki emgak yaxshi bo'lgan emgak sharoiti bilan ta'minlash majburiyati bor deb belgilangan. Albatta bu yerda emgak sharoiti ikki tarafni o'z ichiga oldi. Birisi mush emgakchilar emgak bilan ta'minlash. Bizning bugungi faoliyatimizni elib olsak, mushu yemek içmek, mushu xil emgakni ta'minlash jarayonida agarda mushu yemek içmeklarniki materiallariga qarta mushu odam ishlash o'rinlar diqqat qilmasak, nazorat qilmasak, ashning qarta atrofliq tuzumlarni o'rnatmagan chog'da bu emgakchilarniki shu moddiy sharoiti bu yerda yaxshilanmagan bo'ladi. Shuning bilan bu yerda shu materiallar sababidan etilgan tomoqlarda iste'molchilar zaharlanish kelib chiqib qolsa, bu mas'uliyat albatta odam ishlatuvchi o'rinlardanmi saqit bo'lmoqi tez. Albatta emgakchilarniki bevosita bu yerda mas'uliyati bo'ldi. Diqqat qilish majburiyati bor. Endi yana bir jihatdan bu yerda emgakchilarniki mush emgak sharoitini yaxshilash nimani ko'rsatadi degan chog'da bexatarlik. Masalan, bir oshxona yoki shirkatni olib olsak, bu yerda tok bo'ladi, suv bo'ladi, undan boshqa moddiy narsalardan, masalan, pichoqdan shunday zaxmlangan avvallar kelib chiqishi mumkin. Bu yerda ish ustida yorlanish, shunday bir qonun munosabat mavjud. Shunga o'sha odam ishlatuvchi o'rinlardan, pesh qadam korxonachilardan shu bir tarafdan shu material yemeklikdan zaharlanish kelib chiqish ehtimolligi bo'lgan shu halqalarni chang tutishni, ikkinchidan shu emgakchilarniki jismoniy bexatarligiga qarata har qaysi halqalarga diqqat qilishini tavsiya qilaman. Chunki bundaq bo'lgan chog'da shu ish ustida yorlanish shu oqibat kelib chiqishining oldini olg'ili, biyoda iqtisodiy ziyondan saqlanғылы bo'ladi. Rahmat. Bo'ldi, rahmat. Emgak qonun jihatdan aytimi yaxshi bo'lgan bilim savatlarga ega bo'ldik. Rahmat advokat efendim. Ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stim, sizmi tamoq etishni yaxshi ko'ramsiz? Sizmi taom madaniyatiga qiziqamsiz? Va shundaqla mushu jihatdagi talantingizni joriy qildirgan va namoyon qildirgan sahna zavodamsiz. Unda bo'lsa bizning sahnamizga keling. Biz bu yerda Shinjongning har qaysi joylaridagi eng esil bo'lgan talant egalarini kutyapmiz. Sevgili ko'rman do'stlar, bizning bugungi programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Kelak san ko'rishaylik. Xayr xo'sh.